siz ham bu murojaatni diqqat bilan eshitishga va hayotingizga tatbiq qilishga harakat qilasiz degan umid bilan ushbularni o'qiymiz. Ey rafiqam, meni sening shirin va ohista shivirlashlaringni eshitishni xush ko'radigan erkak deb bilgin. Menga sen xohlagan paytingda pul beradigan pul sarflovchi mashinadek qaramagin. Menga ehtiyojing tushadigan vaqtgacha tashlab qo'yadigan bir buyumingdek qaramagin. Shunday bo'lginki, mendan senga faqat yaxshi so'z yetsin. Sen bilan go'zal ishrat qilishni xohlayman. Men Qorun emasman, qasrlarim, mol-mulklarim yo'q. Qo'shnilarga, dugonalaringga sirlarimni fosh qilmagin. Mening xazinam yopinchig'im bo'lgin. Menga baland ovozda gapirmagin. Meni qarg'adek qag'illab chaqirmagin. Sen bilan qanday bo'lishimni istasang, sen ham men bilan xuddi shunday bo'lgin. Ey rafiqam, bu dunyo hayoti hoyu havaslar, yo'ldan uruvchi ta'sirlar, ayollar, dilxushliklar va fitnalardan iborat. Shunday ekan, sen men uchun ularning hammasidan afzal bo'lgin. Meni haromdan saqlagin. Surating ham, sirating ham, axloqing ham go'zal bo'lsin, toki sendan boshqaga qaragim kelmasin. Mening mol-mulkimni, farzandlarimni asragin. Jismingdagi barcha go'zalliklar omonatdir. Bu go'zalliklardan faxrlanib, to'y-hashamlarda, marakalarda ularni mendan boshqalarga ko'rsatmagin. Yolg'izligimda yonimga kelib, menga oshiqlardek so'ylagin.